Abror Muxtor Ali Tarenta ichmanglar deyapti-ku, nimaga? Siz lichna o'zimda men patentlaganman Tarenta nomini, siz meni eshitmagan holda hukm chiqaribsiz. Soxtasi ko'payib ketgan. Bio Tornado nomidan boshqasiga men bilmayman, uni reklama qilmayapman, boshqasini tavsiya qilmayman, chunki shikoyat ko'p. Qahramon tabib Abror Muxtor Alining gaplari uchun javob so'radi. Chunki Abror Muxtor Ali qahramon tabib aytgan dorilarning soxtasi ko'payib ketganligi haqida xabar berdi. Lekin bu qahramon tabib yoqmadi va shu mujdonni chiqardi. Abror Muxtor Ali esa farshiviy dorilarning ko'payib ketganligi haqida xabar berib, shu videoni qo'ydi. Lekin bu yerda Abror Muxtor Ali birorta insonning mahsulotlarini yomonlagani yo'q. Aksincha, soxtasini ichmasligini tavsiya qildi va ogohlantirdi. Shu videoni bir ko'ring. Abror Muxtor Ali Tarenta ichmanglar deyapti-ku, nimaga? Siz lichna o'zimda men patentlaganman Tarenta nomini, siz meni eshitmagan holda hukm chiqaribsiz. Soxtasi ko'payib ketgan. Bio Tornado nomidan boshqasiga men bilmayman, uni reklama qilmayapman, boshqasini tavsiya qilmayman, chunki shikoyat ko'p. Shikoyatlar ko'p. Xohlasanglar videolarni qo'yib beraman. Shuni ichib mazam qochib qoldi, davlinam tushib ketdi. Unda deb shunaqa shikoyatlar bor. Kesing buni. Vaqt bor ekan, men ana shu qahramon tabibni Tarentosini oldim, mahsulotini Gulistondan, Sirdaryo viloyatidan. Shu mazani qo'chirdi. Nima bo'ldi? Mazani qo'chirdi bu. U lanchiq tashab ichlarimda bir g'alati oshqozonlar olib ketdi. Nimaga bunday bo'ldi? Sizda giyohingiz bilan ishlab chiqaring giyohini tarkibida bir o'zgarish bormi bilmadim, yo bu giyohlarni shu nima deydi, kam qilganmi yo o'shirib olganmi? Aka, u qo'shilmaydi u. shuncha odamlarga aytyapman, Tarento bu torpeda emas. Torpeda. Ha, to'g'ri. Bu boshqa narsa u. Bir 3 ta 4 ta nimadir mendan o'rgangan, nimadir biladi. Lekin o'tda biza 14 ta deb yetardik har doim. O'tak 14 ta emas, 23 ta giyoh bor o'zi bizlar torpedaning ichida. Bu 4 o'ziga aytdim. Nima deydi o'ziga aytsangiz? O'ziga aytdim, sizlar nima qilib chiqaryapsizlar? Ayolimga ham berdim, ayolimga ham mazasi qo'shib, nima dedim, qahramonjim bunday qilasizlar. Bu odamni o'ldirasizlar-ku dedim. Tamam dedim, bilan chiqib ketsa oshqozonlarni nagruska bo'lib ketdi o'shin. Ishlar o'tib ketdi. Mana sizda giyohingiz tarkibidan ichadi hozir shunaqa nazarani bilan chiqgan yangi nomi bilan. Sizniki. O'sha tarkib o'sha просто nomini o'zgartirganman bo'ldi. Yo Tornado nimaiki torpeda deb ko'payib, ana farshipkalar ko'payib ketdi-da, o'shaning uchun nomini o'zgartirgan. To'g'rijon, to'g'ri, doktor, tabib. To'g'ri, men uni eshitdim. Shuni endi nafaqa olaman-ku, hademay nafaqatim yo o'g'lim oylik maosh olsa, daftarga qilib berib olasiz. Beraman.